Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz. Bugun 5-may 2025-yil NS Medical klinikamizning ochilganiga abbasi 27 yil bo'ldi. Dastlabki klinikamiz Sergeli tumanida ochilgan edi. Mana xuddi shu kuni 5-may 2016-yilda Uchtepa klinikamiz ochildi. Unga mana 9 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan sizlarni kollektivimiz nomidan barchangizni tabriklaymiz. Klinikamizni yana gullab-yashnab, uzoq yillar faoliyat ko'rsatishini tilab qolamiz. Klinikasini ochilganiga mana bugun 27 yil to'libdi. Men vrach nevropatolog pediatr Shiraliyeva Munira Rixsabayevni shu klinika ochilganidan beri, ya'ni 2016-yildan beri NS Medical klinikasini Uchtepa filialida faoliyat ko'rsatib kelyapman. Shu ochilgan 9 yil ichida bu klinikamizda juda ham katta o'zgarishlar ro'y berdi. Ya'ni tibbiyot asbob-uskunalari, keng ko'lamdagi mutaxassislar, operatsiya bloklar ochildi. Yil ichida bu ish faoliyatimdan juda ham xursandman va shu 9 yil ichida bir necha minglab, millionlab kasallarni dardiga shifo topib kelmoqmiz. Inshaalloh Medical klinikasini 27 yillik ish faoliyati bilan barchangizni tabriklayman.